Hürmetlik şah alileri. Sizlarning bu qadimki fursatni berganlarga rahmat. Bag'doddan kelgan donishmand savol so'rsin. Birinchi savol. Quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod yiroqmi? Albatta Quyosh. Nemishqa? Amsa Bag'dod yiroq. Nemishqa? Bilmadim. To'g'ri javob berdim. Chunki haqiqatan hech qanday odam uqmaydi. Alileri, Abbas samimiy odamga. Sizni mening yaqin do'stim tanishtirgan. Men sizni boj amaldori qildim. Bozorning boj ishlariga mas'ul bo'lasiz. Bir oltin medal bilan tortiqlayman. Xizmatingizga qulaylik bo'ladi. Alilerga hashqallah. Dada, qaytib kelibsiz-ku. Yeni kelgan amaldor boj yig'yapti. Yana boj yig'yatamda? Amdili topshirgan edik-ku. G'alladiki, tangilarning hammasini topshirdi ekanmiz. Nima ish bundoq bo'ladi? Men sizlarni ko'proq maktab so'rama dedim. Nima degan jiq gap bu? Faqat bo'lmadi. Imom begim. Bu qitim yig'ayotgan yana nima bosh? Danishmandning qilayotgan ishini sen qanday bilalaysan? Siz danishmanmi? Amsa sizdan ta'lim olg'im bor. Bo'ladi, shakchik. Degina. Ko'kdagi quyosh bizdan yiroqmi yoki Bag'dod bizdan yiroqmi? Albatta quyosh yiroqda. Nemishqa? Chunki ba'zi odamlarning Bag'dodga borganligini anglagan, lekin quyoshga chiqqanini anglab baxmagan edi. Ikkinchi savol. Bag'dod bizga yaqinmi yoki quyosh bizga yaqinmi? Albatta quyosh yaqin bo'ladi-da. Shakchik. Bu gaping bir-biriga zid qoldi. Anglab turing, ha? Qarang. Mening Bag'dodni yiroq deyishim, chunki bizdan bu yerda hamma odam quyoshni ko'ra oladi. Lekin hech qanday odam Bag'dodni ko'ra olmaydi. Aydi. Shunlashqa quyosh bizga yaqin. Imom begim, endi men sizdan so'rab baqay. Bugun mening ishim aldirash. Boshqa kuni deyishaylik. Ay. Aslida aldam chiqasan-da. Nasriddin, imomni mening do'stim tanishtirgan. Men nemishqa uningdan gumonlanganman. Shayim, bu amalni qo'llanib baqsizlar. Men kapolat beramanki, imomning atti bashirsi ichiladi. Agar sen xatolashgan bo'lsang, uyingdagilar 3 chasi ortiq bosh to'laydi. Nima degan ko'p? Bo'ladi, shundoq bo'lsin. İmam begim keldi. Alileri. Alileri. İmam, dal vaqtida keldingiz. Bu yoq Nasriddin bo'ladi. İmom begim, men yana sizlardan bir savolni so'rab baqmoqchiman. Bo'ladi, degina. Oldi bilan tamoq yeyli. Savolni birozdan keyin so'ra. İmom begimning tamoq yeyishimi nihoyatda salobat ekan, ha? Alilerning mezilik tamoqlariga ashqallar. Bag'dod elchisi keldi. Uni bu yak boshlab kiringlar. Jada xodi, Bag'dod elchisi meni tonimaydi. Men yana tezroq qochay. Alileri, qo'zig'im tuyuqsizlar ag'rib ketyapti. Shunga men mang'ash turay. Bo'ladi. Bering. Rahmat. Shayib, qag'inini menga topshirsizlar. Kapolat bermanki, uni atti bashirsini ichiydi.
Malay. Yaqin kel. Darvaqa u qochmoqchi ekan-da. Qo'ng'ali. Sizlardan bilan bahslashmoqchiman, texi. Uxlab tushinglar. Men ketdim. Bu nima? Bu pichoqni kim tushirib qo'ygandi? Bu qorovulning maxsus ishlatilgan pichog'i. Chataq bo'ldi. Biz oldanibdik. Endi qanday qilamiz? Men o'ylab boqay. Topdi. Chataq. Shuncha tezda qo'lab kelganmi? Emasga. Qo'rqib o'lay dedim. Endi u qachanmaydi. Uni qashirib qo'lama. Herif öyle dedim. Sen bana erkek söyleyip neyime kalasan? Begim, buncha kechda nima qilyaptilar? Danishmandan neyime qilish bilan qaranglar bo'lmasin. Undaqda men sizlardan bir necha savol so'rab boqaymi? Shumtak, neri o't? Ya'ni ko'ranglar, tutinglar. Qaysan bana çekilalaydikansan qani? Qarasha, bu nima? Sizlarni achchanglatib men tutmoqchimi, ha? Mumkin emas. Nasrdan, dal vaqtida kelgandimi? Malay, o yarmas ablah. Sen nima deb kelding? Nima ketdi bu? Sen beni de çirkin çıkıp bitirdin ama. Hürmetli Bagdat Şahi. Danışman imamni muqaddas davlatlarda vazirlikni ustiga ilishib tunishtirman. Sulton oliylari mening pochirkamni ishlatib berdi ama. Alileri, geçirgenler ben günahımda tonudım. Beni geçirgenler. Paskash, uni ep ketinglar. Xo'p, oliylar. Alileri, bana rayim kıgayla. Alileri. Nima? Şahi, undaqda xaloyiqdan yig'ilgan bajni bu qatim bekor Bu qilgandilar. qatim ta'lim keldi. Jazm qilamanki, kelar qatim undaq bo'lmaydi. Ta'lim berganlarga hech qalla.